Sirdaryo viloyatida aholi o'rtasida ochiq muloqotni yo'lga qo'yish, dolzarb muammolarni aniqlash, murojaatlar qonuniy va sifatli ko'rib chiqilishi hamda ijobiy hal etilishi borasida qator zaruriy choralar ko'rib chiqilmoqda. Hokimlik tomonidan ishga tushirilgan platformaga fuqarolar tomonidan turli masalalar yuzasidan ko'plab murojaatlar yo'llanmoqda. O'tgan 20 kun muddat ichida 697 nafar fuqarolarning murojaatlariga yechim qilindi. Hokimlik soatida viloyat rahbari hamma mas'ul rahbarlar ham murojaatlarni qonun talablari doirasida ko'rib chiqyaptimi degan savolga javob izladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti virtual va xalq qabulxonalari orqali kelib tushgan murojaatlar viloyat tashkilotlari tomonidan o'rganish natijalariga to'xtaladigan bo'lsak, joriy yilning 10-mart holatiga ko'ra, viloyat maktabgacha va maktab ta'limi tizimi tomonidan 55%, viloyat kadastr agentligi tomonidan 62%, viloyat madaniyat boshqarmasi tomonidan esa 60% kelib tushgan murojaatlar ijobiy hal etilgan. Ammo ayrim murojaatlarning ijro muddati o'tgan bo'lsa-da, ularning bajarilishi mas'ul shaxslarning e'tiboridan chetda qolgan. Xususan, Bayovut tumani, Guliston shahri hamda Oqoltin tumanining ayrim mas'ul ijrochilar tomonidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonun talablarini qo'pol ravishda buzayotganligi muhokamada viloyat rahbari e'tiroziga sabab bo'ldi. Viloyat rahbari aholi murojaatlarini o'rganish borasida amalga oshirilayotgan ishlar qoniqarli emasligini ta'kidlab, ijro intizomiga befarq bo'lgan bir qator mutasaddilarni ogohlantirdi. Yakunda mas'ullarga tegishli topshiriqlar berildi.